Mana shu issiqxonamiz 5 gektardan iborat bo'lib, mana shu issiqxonada 25 ga yaqin o'simlik turlari, sabzavot, poliz, sitrus mevalarga, mana bu tomonda anjirni bizning Surxondaryo sharoitida Xitoy texnologiyasi asosida qurilgan issiqxona bor. Mana shu issiqxonada 4-5 marta anjirdan hosil olib bozorga chiqarish imkoniyatimiz bo'layapti. Yildan yilga tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan biri 2026-yil ham biz tadbirkorlar uchun soliq darajasida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi tadbirkorlar uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkaga tushirilishi biz tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyat bo'ldi. Albatta bu har yili yildan yilga bizga berib borilayotgan imtiyozlar, biz bundan albatta xursand bo'ldik. Soliqqa to'laydigan soliq to'lovlarimizni biz o'zimizning ishimizni yanada rivojlantirishga, o'zimizda ishlayotgan xodimlarning ish haqini oshirib berishga yo'naltirgan bo'lardik. Pirovor natijada yanada bizning olib borayotgan ishimiz o'zining natijasini berardi. Biz buning uchun albatta hurmatli prezidentimizga juda o'zimizning katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mamlakatimizda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ular uchun teng raqobat muhitini yaratish maqsadida 2026-yilda soliq qonunchiligiga qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ushbu yangiliklarni tadbirkorlarga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq xizmati organlari xodimlari manzilli targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Targ'ibot tadbirlarida issiqxona faoliyatidan olgan daromadlari joriy hisobot soliq davri yakunlari bo'yicha jami daromadining kamida 60% ni tashkil etgan issiqxona xo'jaliklari ijtimoiy soliqni 2026-yil 1-yanvardan 2029-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davrda 1% miqdordagi soliq stavkasi bo'yicha to'lash ham tadbirkorlarga joylarda tushuntirilmoqda. Manzilli muloqotlar davomida yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% etib belgilangani, shuningdek ilk bor aylanmadan olinadigan soliq to'lashdan qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lovchisiga o'tayotgan tadbirkorlar 1 yil muddatga foyda solig'ini to'lashdan ozod etilishi tushuntirilmoqda.